Aktrisa Feruza Normatova atrofidagi mojaro, turmush o'rtog'i Oloyor bilan toqqa chiqish orasidagi sirli voqealar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Aktrisa Feruza Normatova bugun yana ijtimoiy tarmoqlarning qizg'in nuqtasiga aylandi. U o'zining Instagram sahifasida qoldirgan video murojaatida hayotidagi bosimlar, sud chaqiruvlari va tushunarsiz harakatlar haqida ochiq aytib o'tdi. Ammo ayni paytda internet olamida yana bir mish-mish yashin tezligida tarqalmoqda. Kuzatuvchilarning aytishicha, Feruza Normatovani ko'chaga turmush o'rtog'i Oloyor bilan qo'l ushlashib yurganini ko'rib qolgan odamlar bo'lgan. Aytishlaricha, ayni shu lavha Oloyorning ikkinchi turmush o'rtog'i sifatida tilga olingan Shahlo Salayevaga qattiq ta'sir qilgan. Feruza Normatova homilador emasmikan degan savollar ham sarson qilib yurgan ekan. Bu holatni eshitgan Shahlo Salayeva aytishlaricha bu manzarani ko'tara olmay, hatto ko'z yoshini yashira olmagani haqida gap so'zlar tarqaldi. Mishmishlarga qaraganda yurak og'rig'i, ranjish va norozilik uni chuqur mushkul ahvolga solgan. Shu bilan birga Feruza Normatova o'z murojaatida Oloyor bilan birga toqqa chiqqanini ham yashirmadi. Uning ta'kidlashicha, bu safar yurakni tozalash, vaziyatni anglash va uzoqda tinch yo'l topish uchun qilingan harakat bo'lgan. Biroq aktrisaning boshida tushayotgan muammolar bu bilan cheklamadi. Mani ham sudga berishibdi. Kelib mani ham sudga berasizlarmi? Uyimga xat keldi. Majburiy javobgarlikka tortilgan shaxs deb yozib qoldirilgan, deydi izohida Feruza Normatova. Feruza Normatova baham ko'rgan bu so'zlar uning hayotidagi bosim, harakatlanish qiyinligi va noaniqliklar qanchalik og'ir ekanini ochiq-oydin ko'rsatdi. Uydan chiqmay ham qoldim. O'zi manmanmi o'sha? Barcha meni aybdor qilib ko'ryaptimi? Tushunmayman, deydi Feruza Normatova. Internet olamida esa savollar tobora ko'payapti. Nima uchun aniq Feruzaning o'ziga bu qadar bosim bor? Oloyor bilan munosabatlarda nimalar ro'y bermoqda? Shahlo Salayevaning ko'z yoshlari ortida qanday haqiqat bor? Va eng muhimi, nega aktrisaning hayotidagi har bir qadam shunchalik mojaroga aylanib ketyapti? Hozircha bu savollarning har biriga javob faqat Feruza Normatovaning o'zida. Keyingi videolarimizda yoritib boramiz. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.